Assalomu alaykum hammaga. Bugun Qarshi shahrida Sulton mehmonxonasida Hikvision va Smart Technology Systems kompaniyalarining seminari bo'lib o'tyapti. Biz bu tadbirga tayyorgarchilikni boshladik va mehmonlarimizni kutib olmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugungi seminarimiz juda ajoyib o'tdi. Katta rahmat. STS bilan Hikvisionga katta rahmat. Zo'r bo'ldi, o'ylaganimizdan ko'ra ancha qiziqarli. Ko'p tushunmagan nimalardir savollarimiz bo'lgan biz jarayoniga, usta sifatiga hammasiga deyarli javob oldik. Yana keyingi bo'ladigan oldindagi yangiliklar uchun ham yaxshigina o'zimizga yarasha dars bo'ldi. Shunaqa seminarlar bo'lib tursa, yaqinroq viloyatlarga ham, misol uchun, hamda tumanlarga iloji boricha maqsadga muvofiq bo'ladi. Zo'r, tavsiyotlar a'lo. Hikvision va STSga juda katta rahmat alohida. Hammalaringizga rahmat. Seminar zo'r bo'ldi. Bilmagan narsalarimizni, ancha narsalarimizni o'rganib oldik. Hamkasblar bilan tanishdik, ancha. Hammaga rahmat. STS va Hikvision zo'r. Hammaga rahmat, hammaga omad. Seminar juda zo'r o'tdi. Taassurotlarga boy bo'ldi. Padarkalar har xil kreativ savollar, mantiqiy savollar, bilmagan narsalarimiz, fishkalarimiz, yangi texnologiyalarni, nima ustunlik tomonlar borligini hammasi ko'rib, o'rganib oldik. Yangi funksiyalarni o'zimiz uchun bilib oldik. Hammasi uchun STSga rahmat, hammasi uchun. Mana bugun Qarshi shahrida STS kompaniyasi bilan Hikvision kompaniyasi tadbiri o'tkazildi. Tashkilotchilarga kattakon rahmat. Hammasi a'lo darajada o'tdi mana bugungi kun. Kattakon minnatdorchilik bildiraman.